هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Ankabut tefsiri 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ankabut suresi 28. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Lutni kavmiga payg'ambar qilib avatdiq. Ayni vaqtda u qavmiga aytdi: "Sizlar haqiqatan qabih ish qilyapsizlar. Sizlardan ilgari jahon ahlidan birimi munda qabih ishni qilgan emas. Sizlar haqiqatan livota qilamsizlar, yo'llarni to'sib bulonchilik qilamsizlar. Sorunlaringlarda op-ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar." Onun kavminin cevabı: "Eğer sen rastçılardan bolsan, bizge Allah'ın azabını keltirgen" deyiştirli ibaret oldu. Lut: "Rabbim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin, ya'ni ularni halok qilib menga yordam bergin. Ular buzg'unchi ahmoqlar bo'lib, ularning tuzilishi umid qilinmaydi. Ular gumrohlikqa, buzg'unchilikqa cho'mib ketgan edi" dedi. Lut alayhissalomning nasihat qilishi va qavmi bilan uning o'rtasida yuz bergan jidal to'g'risida. Alloh taolo bu oyatda payg'ambari Lut alayhissalomdan xabar berdi. Lut alayhissalom qavmining yomon qilmishlarini qattiq aybladi. Chunki ular ahli jahon ichidan livat qilishdek qabih qilmishlarni qilatdi. Bu qabih qilmishni ilgari Adem avlodidan hech kim qilmagan edi. Bunun bilan birga ular Alloh taologa kofir bo'ldi. Alloh taoloning payg'ambarini inkor qildi. Uning amriga qarshi chiqdi. Yo'llarni to'sib bulonchilik qildi. Ya'ni ular kishilarning o'tadigan yo'lini to'sib, ularni o'ldirdi. Mol-mulkini bo'ldi. Sorunlaringlarda op-ochiq yomon ishlarni qilaveramsizlar. Yani ular yığılış sorunlarda insan ahlakıga mos kelmaydigan yomon so'zlarni qabih qilmishlarni qilatdi. Ular bu yomon qilmishlarni o'zaro yomon ko'rmaydi. Mujahid mundaq deydi: "Ular ko'pchilikning orasida ba'zisi bilan livat qilatdi." Aisha va Qosim radhiyallohu anhumalar mundaq deydi: "Ular o'zaro urushatdi va qaqoqlab kulishadi." Ular o'zaro urushatdi va qaqoqlab kulishadi. Ba'zilarning aytishicha, ular qo'shqarlarni so'qishtiradi, xo'rozlarni so'qishtiradi. Bundaq yomon ishlarning hammasi ulardan sodir bo'ladi. Texi ular buningdan yomon ishlarni qiladi. Onun qavmining javobi: "Eğer sen rastçılardan bolsan, bizge Allah'ın azabını keltirgen" deyishdan ibaret bo'ldi. Bu so'zni qilishi ularning kafir bo'lganligi, Lutni masxir qilganligi va haddidan oshganligi uchundir. Shuning uchun Alloh taolaning payg'ambari Lut alayhissalom ularga qarshi yordam tilab mundaq dedi: "Rabbim, buzg'unchi qavmga qarshi menga yordam bergin." Elçilerimiz yani periştiler İbrahim'a farzand berilishdan iborat xo'sh xabar ilib kelgan chaqda ular: "Biz bu shahar aholisini cho'qim halok qilamiz. Uning aholisi haqiqatan zolim edi" dedi. İbrahim: "U shaharda Lut bog'i, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoq halok qilasizlar" dedi.
Farishtalar aytdi: bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lotni va uning ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. Bizning elchilarimiz Lotga kelgan chaqda Lot ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab, qayg'urdi va yuragi siqildi. Ular aytdi: sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz. Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan nishonni haqiqatan qoldirdik. Farishtalarning oldi bilan İbrahim alayhissalomning, ondan Lut alayhissalomning yoniga kelganligi to'g'risida. Lut alayhissalom qavmiga qarshi g'olib va hammadan izzatlik Alloh taoladan yordam talab qilgandan keyin Allah onunğa yordam qilish uchun farishtalarni avatdi. Farishtalar İbrahim alayhissalomning qishig'a mehmon sifatida keldi. Ularni mehmonga loyiq narsalar bilan kutib oldi. İbrahim ularning tamoq qiziqmaganligini ko'rib, ularning qanday odamlar ekanligini bilolmadi. Ko'nglida ulardan qo'rqdi. Farishtalar uni xotirjam qilishga ayoli Saradan bir yaxshi o'g'il farzand tug'iladiganligi bilan xush xabar berishga boshladi. Bu xabar yetkazilganda ayoli uning yonida edi. Sara buningdan ajablandi. Bu vaqtda Sura Hud va Sura Hijrada tafsili bayon qilingan. Farishtalar İbrahimga farzand berilishidan iborat xush xabarni elib kelib, uningga o'zlarining Lotning qavmini halok qilish uchun avatilganlar ekanligini deganda İbrahim ularga muhlat berilishini, Alloh taolaning ularni hidoyat qilib qilishini umid qilib, qavmini mudofiya qilishga boshladi. Farishtalar: biz cho'qim bu shahar aholisini halok qilamiz degan chaqda İbrahim o shaharda Lut bog'i, ya'ni Lutga o'xshash bir yaxshi payg'ambar turayotgan shahar aholisini qandoqmi halok qilasizlar dedi. Farishtalar aytdi: bu shaharda bor kishilarni biz, ya'ni Lutni va uningga ergashgan mu'minlarni obdan bilamiz. Uni va uning ayolidan boshqa kishilarni albatta qutuldiramiz. Faqat ayoli kufrda qavmiga ham nafas bo'lganligi uchun qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. Chunki u ayol ularning kufrlik qilishiga, haddidan eshib livota qilishiga yordamlashganlik uchun halok bo'lguchilardan bo'ldi. Ondan farishtalar İbrahimning yonidan ayrilib yurib ketdi. Ular chiroyli yoshlar suratida bo'lib, Lut alayhissalomning yoniga kirib keldi. Lut ularni bu holatda ko'rgan chaqda Lut ularni qo'g'dab qololmaydiganligidan ansirab, qayg'urdi va yuragi siqildi. Ya'ni Lut ularning g'imini qilib besh qotdi. Agar ularni mehmon qilsa, qavmining ularga ziyonkashlik qilishidan qo'rqdi. Agar ularni mehmon qilmasa, yanada qavmining ularga chiqilib qo'yishidan qo'rqdi. Lut ularning bu halqiliq paytda nima ish bilan kelganligini bilmaydi. Ular aytdi: sen qo'rqmagin va qayg'urmagin. Biz cho'qim seni va ayolingdan bo'lak kishilaringni cho'qim qutuldiramiz. Faqat u qilib halok bo'lguchilardan bo'ladi. Bu shaharning aholisi Allohning itoatidan chiqqanliklari uchun ularga biz cho'qim osmondan azob tushiramiz. Ahvol mushundaq bo'ldi.
Jibril ularning shaharlarini va tavranmas zamindan yulib osmonning qahriga elib chiqib, ondan ularning ustiga dum ko'mtirib tashladi. Allah ularning ustiga üstelep sapal taşlarını yağdırdı. O sapal taşlarga Rabbinin dergahida belge silingan idi. O şehirler Mekke zalimlerden anca yirak emas. Allah ularning yaşagan ornini paskina ve sisk su kölüge aylandırdı. Ve ularni ibret alıdığanlar için kıyamet günügeçe ibret kıldı. Ular kıyamet günü en eşeddi azapga duchor bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo mundaq deydi. Tushunadigan qavm uchun ibrat qilib, uningdan, ya'ni shahar xarobisining izlaridan ro'shan, ya'ni oshkora nishonni haqiqat qoldirdik. Haqiqatan qoldirdik. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ey ahli Makka, sizlar ularning yerlaridan atigan oqshomda o'tib tursizlar. Sizlar tushunmamsizlar? Medyen ahalisiga ularning qarindoshi Shuaybni payg'ambar qilib avatdiq. Shuayb: "Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar, oxirat kunidan qo'rqinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar" dedi. Ular Shuaybni inkor qildi. Shuning bilan ular qattiq zilzila yuzlandi da ular o'ylarida o'ltirgan pet qaytib qolishdi. Shuayb alayhissalom va uning qavmining bayoni to'g'risida Allah bu oyatda bandisi va payg'ambari Shuayb alayhissalomning ahvolidan xabar qildi. Shuayb o'z qavmi bo'lgan Madyan aholisini ogohlantirdi. Ularni hech shirk bo'lmagan yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga, qiyomat kuni Alloh taoloning azob uqubatiga va g'azabiga duchor bo'lib qolishdan qo'rqishga buyurib mundaq dedi. Ey qavmim, bir Allohga ibodat qilinglar. Oxirat kunidan qo'rqinglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib fitna fasod termanglar. Shuayb ularni yer yuzida buzg'unchilik qilishga harakat qilib fitna fasod terishdan, zamin ahliga zulm qilishdan to'sdi. Chunki ular o'lchamni, tarozini kam tutatdi. Kishilarning yo'lini to'sib bulangchilik qilatdi. Ularning Alloh taologa kufrlik qilganligi va payg'ambarni inkor qilganligi uchun Alloh ularni qattiq ovoz bilan halok qildi. Bir ovoz bilan tang ularning yurtlarini nihoyat kuchli bir zilzila qoplab ketdi. Qattiq ovoz bilan ularning yuraklari, ig'izlari qoplashib qoldi. Bu dahshatli kunning azobi ularning jonlarini tanlaridan judo qildi. La ilaha illalloh Muhammad Rasul. U haqiqatan buyuk bir kunning azobi edi. Ularning qissasi A'rob, Hud va Shuara suralarida keng doirada so'zlandi. Alloh taolo mundaq deydi. Ular uylarida o'ltirgan peti qaytib kelishdi. Qatada ular ölüp shu pet qaytib kelishdi dedi. Başqalar ularning ba'zilarining ustiga yiqilgan pet qaytib kelishdi dedi. Adni ve Samudni halak kıldık. Ey ehli Mekke, sizlerge hakikaten ularning Hicazdaki, Yemen'deki turalgı joylardan ularning halak bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Şeytan ularga küfrden ve günahlardan ibaret amellerini chiroyli ko'rsatdi. Ularni to'g'ri yo'ldan to'sdi. Ular aql egalari edi. Lekin ular takabburlik yüzünden aqlini joyida ishlatmadi. Dünya depnesi nurg'un Qarunni, Fir'avnni ve onun zulümde yardımcı bo'lgan vaziri Hamanni halok qildi. Shubhisiz ki Musa ularga ro'shan mo'jizalarni ilib keldi. Ular zaminda cho'ngchilik qildi.
ya'ni Allohga ibodat qilishdan, payg'ambarga itoat qilishdan bo'yintovliq qildi. Ular azobimizdan qochib ketolmadi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik, ularning ba'zisini qattiq tovush halok qildi. Ularning ba'zisini mol mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. Alloh ularga zulm qilmadi, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Payg'ambarlarni inkor qilgan qavmlarni halok qilganligining bayoni to'g'risida. Alloh bu oyatlarda ayni shu payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni har turli azob bilan qandoq yo'qotganligi haqida xabar berdi. Alloh ulardan intiqom oldi. Hud alayhissalomning qavmi Ad Yaman yurtlarining Hadramaut degan joyga tava Ahqob degan shaharda o'ltiraqlashgan edi. Salih alayhissalomning qavmi Samud Makka vodilariga yaqin bo'lgan Hijr degan yerda o'ltiraqlashgan edi. Arablar u ikki qavmning turalg'i joylarini 5 qo'ldek biletdi va ularning yurtlaridan ko'p o'tadi. Qarun bo'lsa ko'p boyliqning, xazinlarning nurg'un ochqishisining egisi edi. Fir'aun bo'lsa Musa alayhissalomning zamonida Misrning podshohi edi. Fir'aun va uning vaziri Haman Qibti qabilasidan bo'lib, ular Alloh taoloni va payg'ambar Musa alayhissalomni inkor qilgan edi. Bu gunohkorlarning har birini gunohi tufaylidan jazoladik. Ya'ni bularning har biriga munosib jazo berildi. Ularning ba'zisiga tosh yog'dirdik. Ya'ni tosh yog'dirilganlar Ad qavmidir. Chunki ular kim bizdan kuchli degan edi. Ularga shiddatli nihoyat sovuq bo'ron chiqib, yer yuzining toshlarini uchirib kelib, ularning ustiga yog'dirdi. Bo'ron ularni yer yuzidan yulib ketdi. Ulardan biror odamni yulib ketsa, uni yerdan osmonning qa'riga ko'tarib, ondan beshini to'van qilib tashlab, beshini izib etdi. Go'yo ularning tanlari qumurib etilgan xorma ko'taklaridek boshsiz holatga kelishdi. La havla va la quvvata illa billah. Ularning ba'zisi qattiq tovush halok qildi. Ular Samud qavmidir. Ularga dalil pokit ko'rsatildi. Ular Salih alayhissalomdan 100 turib talab qilgani bo'yicha toshdan ana shu to'yga chiqarilib, ularga mo'jiz qilib ko'rsatildi. Ular mushundaq shonliq mo'jizini ko'rib turib, iymon etmasdan balki osiylikni, kufrlikni davom qilaverdi. Ular Alloh taolaning payg'ambari Salihga va uning iymon etganlarga tahdid soldi. Ularni yurtdan qo'g'lab chiqaramiz, chalmi kesak qilamiz deb qo'rqitdi. Ular qattiq bir tovush kelib, ondan qattiq bir tovush kelib, ularning ovozlarini va harakatlarini jimiqtirib etdi. Ularning ba'zisini mol mulki bilan qo'shib yerga yutqizdik. U Qarun bo'lib chekidan oshdi. Boshqalarga zulm qildi, haq bilan qarshilashdi. Yuksak Robbiga osiylik qildi. Zaminda takabburlik qilib g'adib mangdi. U o'zicha xo'shal bo'lib, o'zicha g'adib, o'zini qaltis chaqildi. O'zini hamma narsadan ustun deb e'tiqod qildi. Menish turishida to'limi haqavurlik qildi. Shuning bilan Alloh uni uyi bilan qo'shib yerga yutqizdi. U qiyomat kunigacha shu holatda yerga cho'kib turdi. Subhanalloh. Ularning ba'zisini suvda g'arq qildik. U Fir'aun, vaziri Haman va u ikkisining barliq qo'shini bo'lib, ular atiganlikda suvga g'arq qilindi. Ulardan xabar bergidek
birər kişi qutulub qalmadı. Ularni jazolashda Allah ularga zulm qilmadi. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. Ya'ni Allah faqat ularga ularning qilmishlariga qarata muvofiq jazo berdi. Elhamdülillah. Yuqorida Sura Ankabut tafsiridan 40. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.